Hudayfa radhiyallohu anhu sahobalardan aytgan ekanlarki, mana buni yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Aytayaptilarki, Hudayfa radhiyallohu anhu: "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fala tata'abbadu biha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari qilmagan ibodatni qila ko'rmanglar. Ular qilmaganmi? Sizlar qilmanglar. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Chunki avvalgilar keyingilarga aytadigan biror bir so'z qoldirmadi. Dindagi bor narsani ular bayon qilishdi. Bo'ldi, keyingilarga qo'shimcha qiladigan bir narsa qolgani yo'q. Avvalgilar buni hammasini bayon qilib bo'lishgan. Fattaqulloha ya ma'sharal qurra. Keyin bid'at amallar ko'p uchraydigan kimsalarga alohida xitob qilib, qorilarni o'ziga. Haqiqatda qorilarda Alloh saqlasin, agar haq yo'lda, sunnat yo'lda bo'lgan qorilar bundan mustasno, aksar qorilarda bu narsa uchraydi. O'sha paytda mana Ibn Mas'ud Hudayfa radhiyallohu anhu alohida qorilarga xitob qilma deyapti. Bid'at shularda ko'p uchraganligi uchun: "Ey qorilar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Xudu tariqa man kana qablakum, o'zingizlardan oldingilarning yo'lini mahkam tutinglar." deb aytgan ekan Hudayfa radhiyallohu anhu. Demak, e'tibor bering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar qilmagan ibodatni qilmanglar deyapti. Shuning uchun mavlidni masalan nishonlaydiganlar. Shu mavlidni sahobalar qilibdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamni siz bilan bizdan ko'ra yaxshi ko'rgan kishilar, jonini fido qilishdi, mol dunyosini fido qilishdi sahobalar. Mavlid qilayotganlardan so'rasangiz, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganimiz uchun shuni siyratini o'qiymiz, tug'ilganiga xursand bo'lib nishonlaymiz va hokazo deb turib o'zini qilayotgan ishlarini oqlamoqchi bo'lishadi. Xo'p, shu agar yaxshi ko'rishlikdan darak bersa, mavlidni nishonlamaydiganliklarini xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rmaydi bular, hurmatini joyiga qo'ymaydi deb aylayotgan bo'lsanglar, sahobalar shu ishni qilishmadi-yu. Ular yaxshi ko'rishmaganmi? Bizchalik yaxshi ko'rmaganmi deymiz? Yoki sizchalik yaxshi ko'rmagan deb da'vo qila olasizmi deymiz? Shular qilmadi-yu shu ishni. Huzayfa radhiyallohu anhu aytgandek, shular qilmagan ishni qilmanglar bo'ldi. Ular qilmadimi? Qilmaylik. O'shalar ham aytsa bo'lardi-yu, biz ham bir yilda bir jamlanib, farzandlarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan jamlanib, mahalla ko'y bilan va hokazo qishloq ahli, masjid ahli jamlanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunni nishonlasa bo'lardi-yu, shular ham nega qilishmadi? Qilishgan yo'q. Shu bular aytayotgan sabablarning hammasi o'sha paytda ham bor edi. Iymonning ziyoda bo'lishi va hokazo siyrat o'qiymiz deb turib o'zlarining ishini oqlamoqchi bo'lib, nima yomon joyi bor, siyrat o'qiymiz deyapti. Xo'p, shuni nima yomon joyi bo'lsa, nega shular qilmadi deymiz? Ular qilmagan ishni nima deyapti? Shular qilmagan ibodatni qilmanglar deyapti. Har qanday ibodatni qarang. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan keldimi, sahobalardan, Qur'onda bormi, hadisda bormi, sahobalar shuni qildimi, qilmadimi? Qilmagan bo'lsa bo'ldi, qilmang. O'zi usiz ham dindagi bor narsani amal qilsangiz, shu 24 soatingiz mashg'ul bo'ladigan amallar bor, to'la sunnatda. Shuni o'zi kifoya. Sunnat bilan agar vaqtimni o'tkazaman desangiz, vaqt yetkaza olmaysiz o'zi. Nima kerak bor ortiqcha boshqa narsalarni?